Meni ham anlashimcha, sizning bir o'g'lingiz bor rap aytadigan. Naqshlar hozir yoshlardek moda hammasini orasida anglayotdi. Hatta kino, mening turmushim kino. Telefonda Mirzaqa zirog'ini keladi. Bugun kechda sizdan boshqa hammasi bende ho. Bugungi majoralar men. Yaxshimisiz Abdug'burka? Yaxshi. Bizningki oddiygina xizmatxonamizga xush kelibsiz aka. Biz futbol to'g'riliq parani shaylab chaqirgan sizni. Bo'ladi. Oldi bilan biz ko'pchilikka bir salomimizni yo'llatamiz. Hammalarni avval yaxshi dedinglarmi? Biz aka sizni men o'zimning tushunchimda siz Shinjon komandasi top tepgan, keyin chekinib xizmatda bo'lgan, undan keyin yana davomli bolalarni tarbiyalayapsiz. Mening kichik o'g'limni sizning tutgan komandangizni tarbiyalab shunday yaxshi ilgarilash bo'ldi aka. Mushu jarayonlarni bir oddiygina o'zingizning og'iz bilan bir ko'pchilik anglab qolmasak. Bo'ladi. Endi mush jarayondan biz 5 yosh vaqtimizni top bilan gaplashgan. Ta hozirgacha endi bir kun qolmadi desak ham bo'ldi. Ish qilib maosh beram bir aqli berib ishlablar. Shuni hozirgacha chinib kelyapmiz endi shu Naman futbol klubida. Uning oldida 5 yil topchi klubida. Uning oldida 5 yil meni Jingizlar deb javlanim batda qiyri ketgan odam. U odam yordam qilib Abdumurayq tantarbiya maktabida u odam yordam qildim. 5 yil yordam qilib. Shuni oxirida topchi klubiga keldik Namannikiga. Mushu bolalarni tarbiyalash xizmatlari bilan shug'ullanyapsizmi siz? 82-yil Shinjon komandasiga kirgan. Undan keyin xizmatda bo'ldingiz aka. Undan keyin yana davomli mush bolalarni tarbiyalash xizmatidan shug'ullanyapsizda endi. Meni eng suyundig'im mush hayotingiz bir umr mush futbolda ayrilmay o'ynadi. Masalan biz top o'ynab qolsaqmi, bizdan yaxshi o'ynaysiz topni. Mush ishingiz bilan. Shuning men eng suyundig'im yerim shu. Hamda yana mush o'zingizniki balkim futbolchilik hayotida nurg'un unutilg'isiz eslamlaringiz bo'lishi mumkin. Lekin biz yana bir otlab o'tib, mush trenerlik hayotingizdagi unutilg'isiz eslam bo'lib qolgan ekan. Bo'lmasa bir odatimiz chiqadek bir topchilar to'g'risida bir qisqacharoq qilib beramiz. Bo'ladi. Bu bo'lsa endi 2017-yili Bakramda bir balam bor. Hozirga man 20 yoshlar davlat komandasiga kirgan. Arabistonda o'ynab bular Jo'say kirdi bular. 16 komanda ekan bu. 16 komandaning ichida 4-chi kirsa xalqaroliq musobaqa qatnashadi ekan bular. Shuning tayyorlik O'zbekistonda 3-yilda boshlaydi bular musobaqasini. Shu Bakramning jarayoni bo'lsa 2017-yili tanishib buni bilan 2010 o chaqda 2010 javlalar kelmab o'zim berib ko'rib ko'zim tushib qoldi. Shuning bilan buni G'o'ljidami? G'o'ljida. G'o'ljida bir mahalla top o'ynabga ko'rib qilib shuning bilan o'zim qishda chaqatib keldim buni. Qishliq ta'tilda. Futbol numaramiz yeshilib qishliq ta'tilda o'sha Abdumurayq tantarbiya maktabida bular mashq qildi. Men javlan bo'ldim. Yoziq ta'tilda keldim 2017 2018. Bizning uyda yetib qopdi endi. Bolalarim bor, ikki bolam bor. Shu jarayonda undan keyin 2018-yili 8-oyda 2 Mo'ng'ulda ag'in bolalar shular bir bolalarni kelsan degan shu 2 Mo'ng'ulga 15 bolani oldim. 15 bolani olsam bir mush Bakram ham yarab qoldi. Biroq Bakramning sut bak ishdik. Bo'yim egizgan. Bo'yim egizi. Hozir o'sib ketdi 90 necha. Shuningla shu 2 Mo'ng'ul kelib qoldi. Kongolongda ag'inam batdi shu endi ib qoldi. Ib qilib shuni 2 yil 2 Mo'ng'ul turdi. 2 yil jarayonda men 3 qitim bordim-da endi. O komanda jaysam bo'ldi, uni oldi, buni oldi, ashtam yalg'onday qilib endi Bakramni asosiyat qo'yib qo'yib 2020-yil kelgan chaqda bu Sandong Londonga 2 yillik 2 oylab peshunga bordi. Shishunga bordi. Shishunga berib, u yerda Sandong London tanlab qilib bu 2 Mo'ng'ulni xatim tuzdi shuni bilan. Londonga ketdi. Londondan keyin undan keyin London borgandan keyin azroq mashq qilgandan keyin qaysi bir klubga zo'l qildi bu Londonniki. Shu zo'r qilish jarayonida buni davlat komandasiga tanlab qoldi. Fursat berishdi ekan. Fursat berishdi. Shuning bilan u yerda 300 bolaning ichidan 4 qatim tasqaydi bularni. Davlat komandasining 4 qatim taqsab, shuning bilan Bakram shuning ichida davlat komandasi qilib qoldi 20 yoshliklarning ichida. Shuna qilib bu bola hozir endi O'zbekistonda 3-yilda o'ynaydigan bir musobaqasi bor. Shunday. 20 yoshlarning Osiyo davlat olish musobaqasi o'ynaydi. Shuning tayyorlik qilyapti endi hozir. O'sha men ham anlashimcha, sizning bir o'g'lingiz bor rap aytadigan. Naqshlar hozir yoshlardek moda hammasini orasida anglayotdi. Buni qistirib o'tib ketamiz.
Müş ballarınızın qatarida, mesela müş Bekram'dan tutunup kelgan chog'larda yoki mashqqa kelgan chog'da uyingizda yetib to'p buzib, necha qayta müş trenerlar bilan ishga ro'liklarga berib o'zingiz bevosita aloqa qilib, müş jarayonlar nurg'un xizmatlarni qilibsiz aka. Nima uchun endi müş shuncha kuchayib ketdingiz? Endi Bekramniki futbolda nemisi var deymiz, istiqbol var mında qarsamchi. Cho'qim bir yaxshi bir futbolchi bo'ldi deb, shuning bilan buning undan kuchdim. Ya'ni bir turmush ahvollari bor ekan. Shuning bilan buning kuchayib ketgan yerim shu. Shuning bilan buni degan orzu maqsadlarimga yetdim endi. Endi davlat komandasiga shundaq bir chiqib, shu buvisining qo'lida ekan chiqib, besha davlat komandasi Yevropalar top o'ynadi, qaytib keldi Koreyalardan. Qaytib kelib hozir O'zbekistonda tayyorlik qilyapti. Buniki 2019 musobaqa o'ynab putusunugandan keyin javlarlar bilan paranglish mushaq yo'l o'sab qo'ydi. Milliy ishbaqanga kelib buning putlarini tangdirib, 15 kundan keyin gipsni olamiz deganda, shuni men 20 kun uyda yotqizib, ishga bolalarni. Cho'ngta uy ishkizib qo'ydim. Televizor. Shuningla bu bola 15 kun bo'lgancha doktorlar parasa, 5 kun turvasinchi desam, bo'ladi aka deb shuni dedi doktor bo'ldi. 20 kun bo'lganda doktorxonaga kelib gipsni og'izib, Xo'jazanga chiqib shikast oyoq deb shuni g'uljiga yo'lsab qo'ydim buvisining ishiga. O ketdi, bir oydan keyin qaytib keldi. Qaytib kelib, yana milliy shifoxonaga olib, yana fursat qilib tekshirsam, boshqa sunsa sundim, sunmaydi. Bu javdan endi bas bo'ldi, qattiq ketmasin, asta-asta 15 kungacha yaxshi ketadi, normal mashq bo'ladi deb shuni dedi. Shu ketgan paytda endi biz 3 yil jarayon ko'rishmagan. Çağandı keptiken çağandı tulpun kıttı. Ben kelgendim javlar. Tamak yiyişeyle de. Ben mağdap işkimiz kırıp tamak ne yapıp paranlaşıp otadık. 3 yıl olgan köreşmegen. Ona hanım yaxşı boyları gösep geçipti. Çırayıp özüm ahlaklık bala. Çıraydan çıktı. Nayt ahlaklık umdan bala bu. Şunu da ben terbiyeni kıp durma. Buludu javlan deydi. Zircemdi. Müşinçilik ahvalandı. Bu da aka. Hem de bizim kısık söhbetimiz vaqtimiz bilan cheklik bo'lib qoldi ekan, lekin shu qisqagina vaqtda biz bek jiq tushunchalarga ega bo'ldik. Balaniki o'sha tanlab o'zingizniki nurg'un qitimliq sinaq mashqlarga qatnashtirib, o'zining tirishchanligi, sizlarning kuch chiqarishinglar bilan hatto uylaringizga yetkazib qo'yib tarbiyalab qilganlaringiz uchun bir oxirida davlatniki 20 yoshlar komandasiga kirib, shundaq yaxshi ko'z ko'rib menga o'tibdi. Eng suyundig'imiz shu. Belki bizning yerlik trenerlarning eng cho'ng orzusi ma'lum bir o'quvchininki davlat komandasiga yoki shu Go'zixov komandalarga kirib top o'ynashi. Biz bundan nayt suyundik. Sizning teniniz salomat, umringiz uzun bo'lsin. Eng muhimi Bekramninki bundan kasb hayotninki utuq bo'lishini yaxshi natijaga qo'l keltirishni umid qilamiz. Aldım 4 kişi kirvasılar Avrupa'daki musobaqa qatnashuvda bular. Shunday 16 komanda bor. Bizning umid qilganimiz shu. Mana shu hozir ularning komandasida 7 bola bor. 23 yoshlar komandasida Şinjanlik 3 bola bor. Yana davlat komandasida hozir Şinjanlik 2 topchimiz bor. Demak, endi burun bir topchimiz davlat komandasiga kirib qoldi degan anglab qoladi. Hozir bag'an sir ko'payyapti. Kelgusida texnik ko'p Şinjanlik topchilarningki davlat komandasiga to'kib qo'shib, vatanimizningki futbol taraqqiyoti uchun texnik cho'ng shon sharaflarni qozonishini vatanimizning futbolchiligiga, shunday Şinjanlik futbolchiligiga davomli to'kib qo'yishni chempionimiz umid qilamiz. Sizlarning trenerlarningki ajri uchun rahmat aka. Sizlarga rahmat. Çimbuloq tan tarbiya madaniyati